Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Pastga qattiq tushgachga hushsizlanibdiman. Ko'zimni ochsam doktorxonada yetibdiman. Putlarim bekmi ig'ir, midirlatolmadim. Doktordan bilsam putim sunibdi. Sakragandagi güp qilgan ovozni dacha amonli qo'g'dug'chilari anglab yetib kelibdi va meni shula doktorxonaga akilib soqchiga ma'lum qilgan ekan. Soqchilar mening hoshimga kelganimni ko'rib ahvol egiladi. Men bo'lgan ishlarni aytib berdim. Ular Nasirning ichimlik qutisiga bevosh qilish dorisi aralashtirganligidan gumonlanib, uning quruq botilka qutisini almashtirib tashlab etishidan ansirab Nasirning uyiga ketishdi. Yana uning uyidan zaharli chekimlik chiqibdi-dek. Asli Nasir zaharga xumar bo'lgan ekan. Onam dadamlar ahvolimni o'qib tezli Urumchiga chiqdi. Aygulning dadasi Urumchida bo'lg'ashqa, onasi meni ayvashga keltirish uchun Urumchiga chiqibdi. Ular doktorxonaga kunda kelib beshimni saram qilibdi. Ularchi bo'lganda men arzimni qaytarib olsam, Nasir bilan meni o'ylab qo'yg'idek. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Bo'lmaganda Nasir kesilib ketgidekmish. Bundaq gaplarni o'ylasam qusqim keladi. Yelg'o Nasir mushundaq ifloslik qildi. İflaslik qilmay turib olay desimi uningga tegadigan yeri yo'q edi. Dadamning pozitsiyasi qattiq bo'lib, ularni doktorga yaqin yo'latmas bo'ldi. Shahar boshlig'i bilan burun yaqin do'stlardan bo'lsa, mana hozir raqiblardan bo'lib qelyapti. Bir kuni shahar boshlig'i nurg'un sovg'a salomlarni elib meni yo'qlab keldi. Dadam menga qarab o'ltirgan bo'lib, shahar boshlig'ining eshikdan kirayotganligini ko'ribla, "Qani, Aygul degan qizlarni boshlab kelinglar. Men uningga o'g'linglar qilganini qilib, naka qilib qo'ygandan keyin silmi bo'ldi qilamizlar ko'rib boqay. Shu chaqda silning qaytirgan inkosingni qarab, bir nimday bo'lamda?" deb uni eshik to'dilla qo'g'ladi. Shahar boshlig'i, "Odilvali, menga iching og'irsin. Nakas o'g'lim kichiklik qilib qo'yibdi. Uningga bir fursat bersanglar nima bo'ladi deyman. U kesilib sulansa, sizga nima foyda? Shamsiya puti sunganni hisobga olmaganda ziyonkashlikka uchirmadi-ku." Shundaqmi? Ziyonkashlik uchirmadi demsizlar? Ishkan zaharning kuchi vaqtida yo'qolmagan bo'lsa, nima bo'ladi? Oqibatni bildigansizlar. Kesilsa nima foyda demsizlar? Ey, unda nakaslar sulanib yo'qolsa, meningdek ma qizlar shu nakasning qo'lidan nobud bo'lgan ota-onalarning yig'isi azlab qolar. Balkim shu banada bir qancha qiz bor saqlanib qolar. Bir ziyondash yo'qolsa shu foyda. Bo'pti, qilgancha qilaveringlar. Ko'ramiz texi. Ajab ish. Nasirning ota-onasi shuncha avvar bo'lib ketsa-mu, Aygul faqatli ko'rinmaydi. Shamsiya mushu o'zgargan jarayonini deganda hayajonlangandek qiladi. Uning keyingi bayonlariga quloq silib o'ltirdim. Aradan 4 oy o'tganda Nasirga sud etildi. Sud yepiq bo'lg'achqa cho'nglar qatnashtirilmadi. Nasirni maqsadiga yetilmagan bosqinchilik, boshqalarning ichimligiga beyosh qilish dorisi selish, boshqalarni uyiga qamab yorlanishni keltirib chiqarish, zahar saqlash, chekish degandek bir qancha jinoyat bilan aybladi. Sud boshlanib guvohlik anglash bosqichi boshlanganida Aygulni guvohchi o'rnida ko'rdim. U judab qolgan edi. Qarlig'uchi taraf uningdan so'radi. "Ismingiz nima?" Aygul. "Familiyangiz bilan qo'shibdan?" Aygul Sodiq. "Turishlik o'rningiz?" Xinjiang universiteti o'quvchisi. "Kimligingizchi?" 65. Bo'ldi. Javobgarni tunimsiz? Tanıyman. Qandaq munosabatinglar bor? Aygul javob bermay jim turib oldi. Munosabatinglarni aniq ayting. Qarlig'uchi Ayguldan qayta so'radi. Aygul aksiga qaradi. Nasir singlisining javobini kutib, uningga qarab turadi. Aygul nima uchunkin aksidan nafratlangandek qiladi. Uning ko'zidan yosh sirg'adi. Materialda sizlarni aksingiz debdi, shundaqmi? Munosabatinglarni aytib o'ting. Aygul aksiga obdan bir sapselib qarayotgandan keyin, "O mening akam emas. O'z singlisiga nokaslik qilgan. Singlisining iffatiga tajovuz qilgan bunday odamni qandaqmi akam deyman? O degan bir hayvon."
chiyqirash bilan yig'i ovozi sotni bir oldi. Baş sotchidan boshlab oqlig'uchi, qorlig'uchi, mendek ziyonkashlikka uchirg'uchilar hayron qoldik. Nasir varqirab ketdi. Yo'q, mumkin emas, bu mumkin emas. Uyda Muratmı bor, dadamı shu kechida qaytib kelganda, dadamı bilida obdan tekshiringlar, undan qilmanglar. Onun yig'lig'ini yoki kulginini belgili bo'lmadi. Sot buzildi. İnsan qalbidan chiqqan bir nokaslik oshkorlandi. Muratning u ishni qilgudek majoli asla bo'lmaydi. Chunki u mening va o'zining bo'lib ikki quti ichimlikni ichib etgan. Uningdagi beyosh qilish to'g'risi uni bu ishlarni qildirmaydi. Shu kecha shahar boshlig'i qaytib kelgan bo'lsa, bu rasvoliklardan shu xabardor edi. Sotni keyin ochadigan bo'lib, sotdan ayrildik. Yana bir oy bo'lganida sot echildi. Keyingi sotda Nasir barliq gunohlarini bo'yniga oldi. Men qattiq mas bo'lib ketib, singlimni Shamsiyaga o'xshatib qilib chiqilib qo'ydim. U o'ziga qattiq jazo berishni talab qildi. Hayron qolarliq bir ish. Bu chaqda Nasirda AIDS kasali bor ekan to'q. Uning ziyonkashligini to'liq isbotlash uchun mening mu AIDSdan yuqumlanmaganimni tekshirib ko'rishdi. Menga qizliq ipitsak, kasal yo'q degan yakunni bergan bo'lsa-mu, shu kecha qizlig'idan ayrilgan Aygulgimi bu nokas kasal yuqmagan edi. Sotdikilar bir narsani yoshirgandek, shu kechadagi Aygulning va aksining DNA'si tekshirilganlik isbotini so'rabmi qo'ymadi. Hayron qolaman. Yuqish yo'li qon va jinsiy munosabatdan yo'qadigan bu kasal nima bo'lib Aygulga yuqmaydi? Sotdikilar Aygulning maxfiyatini yoshirish uchun aytmadimiki deyli desak, men keyin boshqalarning qo'li orqali uning qon avrishkisiga erishib tekshirtib ko'rgan. Saqkan. Shundoq deb so'zini tugatgan Shamsiya menga bir nima deganda qaradi. Seningchi bo'lganda Aygulga chiqilgan boshqa biri bo'lmasa yana. Men shundaqmikin deb gumon qilaman. Qizliq parda yirtilsa, qon uchrashmay qolmaydi. Men uqmadim juma. U odam Muratmidi ya? Murat bo'lishi mumkinmi? U men va o'ziga berilgan dorini ichib, hushsizlangan tursa, uning ustiga uningda qilchilik gumon bo'lsa, ular bu rasvoliklarni o'z o'g'lining bo'yniga elishni xolamdi deysan. Aygul kim ekanligini bilamdigandi. Qandoq biladi? U shu kecha butunlay hushsiz tursa, hushiga kelib o'zidagi normalsizlik va qon beg'ini ko'rib bilgan gap. Undoq bo'lsa, kim shundoq qilgandi? Menmi aniq bilmayman. Shu kecha u uyda Murat, Nasir va kechicha boshqa yerda ichib, xudini bilmay kelgan Aygulning dadasi, janobi shahar boshlig'i 3 kishi qo'ngan ekan. Men ham portlab ketmadi, lekin beri bo'ldi. O'rnimdan turib, beshimni qamollab vaqirdim. Bu ifloslikni bilmagan bo'lar. Vaqirdim, sakirdim. Uyni beshimga kaydim. Shamsiya meni tutib oldi. O'z bag'riga besib, quliqimga pichirladi. O'zingni besib ol, Shakir. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Mushundaq ifloslikka uchirgan Aygul barliq gunohni mendan ko'rib, menga dushmanlik qiladi. Uningcha bo'lganda, men shu kecha uydan qochib chiqmasam, o'ziga kelgan ifloslik yuz bermagan bo'lamiz. Mening nima bo'lishim bilan kar yo'q ekan. Amsa Aygulning aksi keyinchi qandoq bo'ldi? Uningga muddatsiz kesivatdi. Biroq turmaga kirib uzun o'tmay ro'yi jihatdan tugishib sarang bo'lib qopti. Shuning bilan shahar boshlig'i uni ichkari o'lkadagi ma'lum bir doktorxonaga yo'tkab, shu yerda o'lib qopti. Anglashimcha, u elishib qolgan vaqtida doim dadam bosqunchi deb vaqirab yurganmish. Shamsiya yig'layotdi. Men ular o'ttirsidagi ziddiyatni buncha murakkab deb bilmagan ekanman. Shamsiyani bag'rimga teg'im bosdim. Quloq tuviga pichirladim. Aygullarning ishini bo'ldi qilayli. Bugun bizning qiladigan boshqa ishimiz bor. Aygulning ishini bo'ldi qilsak bo'lmaydi.
Umi bir ziyonkashlik uchirg'ichi. Bilaman. Bularni atiq qoldirib, o'z ishimizni qilaylik. Lavlarimni gilos izlab lavlaga bosdim. Sherim bir tam vujudimni qopladi. Sherim bir kechini o'tkazib, o'zimning tortgan barliq xobiligimni unutdim. Tong otmasda o'rnimdan turib, totliq uxlayotgan Shamsiyani o'qidim. Qop. Bir yildan buyon tortgan xobiliqlar yo'qli bo'ldi-ku bugun. U ko'zlarini mendan qochirib yonga qarab oldi. Xijil bo'layotganligi chiqib turadi. Nimaga tortinsan jinam? Biz degan xotinjimi? deb beqinin qichiqladi. Sarang, atdiganda jin topmagandu? U shundoq deb tatliqini erkaladi. Butun badnimdan targ'an tatliq bir sizim yuragimda to'xtadi. Shundoq Oygulning jini tepiyotidu. Turibli uning ichi mag'riyotidu desa, Shamsiyaga qaradim. Umo bir nimani xiyol qilayotgandek deriz sirtiga qarab mo'nib qilayotdi. Menmo xiyolga jo'r bo'ldim. Aroq degan shuncha pasmidi. Meni-g'o mush aroq kelishimga boshlab kirib, Shamsiyadek isil xotinlik bo'lib oldim. Ammo Oygulchu, uning bo'lgan adolatsiz razillikning kelish manbai aroq-ku. Shu razilliklarni bilgan Oygulning sarong bo'lib qolmag'iga hayronman. Mush paskashlikni rostli dodisi qilganmidi? Biroq qalbimning bir yerlari bularni hargiz shahar boshliq qilmagan deb cho'qon ko'tardi. Balkim 6-sizman bo'lsa kerak. Shamsiya, seningcha aroq shuncha past narsimi? Xiyol bilan sirtqa beqiyotgan Shamsiyadan so'radim. U men tarafga qarab aytdi. Hech bilmadingmi? Acaba tortqanlaringning nimadan kelganligini bilamidingmi? Men-g'o mas bo'lib, sendek farishtaga yo'liqdim. Aroq degan shundoq narsakan. Az ichganida ozroq foydali bilinsimi, az ichman deb kapolat qilg'ili bo'lamdi. Jamiyatimizda ig'izdan chiqarg'usiz paskash qilmishlarning qanchaligining aroq bilan munosabatli ekanligini so'rsang, deyalaymanki, 20 dan ko'pragidek aroq bilan munosabatli chiqadi. Endi-g'o tushungansan? Biroq Oygulga ichim og'rib qoldi. Yiliq paskashlikni mayli kim qilgan bo'lsin, uning ko'tarilish tasga tushidi-jumu. Odavatni yub tashlaylik. Uni turmada yetishdan qutuldirib qolaylik. Oksi o'ldi. Dadisi tegishli jazosini yeb turmada yetyotdi. Onasining hech bir xabari bo'lmadi. Mushularmi uning qilganlariga yetdi. Sen demisangmi, bu masalani men sana aytdim. Sening o'ying bilan mening xiyolim bir. Qizlarning do'sti yo'q deb degan ko'nala. Ammo mengulik dushmanmi yo'q deb qarayman. Biz bu masalada Roshengul bilan Muratning ma'qulligini elib bir nima deylik. Ularmi cho'ng ziyonkashlikka uchirg'ichilar. Balkim Oygul do'stimiz bo'lib qolsa ajab emas. U shundoq deb so'zini xulosaladi. Biz Roshengulni izlamak bo'ldik. Roshengulga Oygulning beshidan o'tgan ishlarni so'zlab berganimizda u bizni qo'lladi. Oygulga bizdan bakroq ish chaqirdi. Amdiki gap Muratga qolgan edi. Murat bizning maqsadimizni bilganida qaynab ketdi. Ey, sizlarga maydon, g'urur degan narsa bormi? Oygulning qilganlari shuncha tez yodinglardan chiqib ketdimi? U degan bir chayon. O odamni chaqidi-ku. Men hargiz qo'shilmayman. Uning keskin rad qilishi bizni gangirtib qo'ydi. Demisimi biz oldirab qolgan edik. Roshengul bilan Muratning kesalmi yoki kesal emasmi degan natijasi tex chiqmagan. Ularning natijasi bizga qorong'u holatda Shamsiya bilan mening ular ustida Oygulga hukm chiqarish huquqimiz yo'q. Chunki Roshengul bilan Murat Oygulning pichoqqa ishlatgan qasdidan xabarsiz edi. Kutishga majbur bo'ldik. 3 oydan keyin Roshengulda yiliq maraz kasal yo'q bo'lib chiqdi. Biz bakmi xushal bo'ldik. Afsus, Murat kasalning natijasini o'z bilan birga elib bu shahardan yo'qab ketdi. Uningda kasal bormi yo'q bilmadik. Uni ko'p izlagan bo'lsaqmi, hech xabari bo'lmadi. Faqat uningdan bir bog'iq chiqargan bo'lib, uningda. Men ketdim. Izlabmi yurmanglar. Oygul ishida bilganlarni qilsanglar bo'ladi.
Ammo u bir chayon. Zaharni ilib olsanglarmi, chiqishga urinadi. Oxirida bir ishni uqtirib qo'yay. Yiliqi kechisi Oygulga cheqilg'ini shahar boshlig'i emas. Xatda imzomi yo'q. Xat kompyuterda urib chiqarilgan. Muratning onasi orqali erishganimiz uchunla uning xiti deb tushundik. Muratning Oygul ishida qilgan so'zini bizning Oygulni oqlashimizni to'sish uchun deb tushundik. Chunki u shu kechasi hushsiz turib bu ishlarni qandoqmi biladi? Bilgan bo'lsa burun nima uchun fosh qilmaydi? Shunga bu ishlarni qo'yib turib Oygulni qutqizishni qaror qilib, uni qutqizish uchun yuqori tuvan qatirdik. İşimiz hal bo'ldi. Bugun uni qo'yib bermoqchi bo'lg'achqa turma darvozi oldida uni saqladik. U turma darvozi oldida bizni ko'rib, turmaga qayta kirib ketish uchundagidek keyniga burildi. Hamda olli burun taqilib bo'lgan darvozani ko'rib biz tarafga burilib. Tamoshayimni ko'rgili kelishdingmi? U shundoq deb nashtardek tikildi. Qarsam ko'zlari shamsiyaga tikilgan ekan. Bo'ldi qil Aygul. Seni qutqizimiz deb ozja pachakdikmi? Burunqi do'stligimizning yuzi shundaqla sening tortgan kulpatlaring demaydigan bo'lsak, sendek bir odamni qutqizimiz deb nima qilamiz? Bizga qilgan askiliklaring oz kep qolmagan bizlarga. İşlerimden xabar tepibsizlar-da. Qani Shamsiya, shu iflosliklarning javobini kim berdi? Shundoq degenicha Shamsiyaga itildi. O'lsangmi qo'ying o'zgarmagidek Aygul. Qig'iliqni akan qilsin. Gunohni Shamsiyadan ko'ramsan. Bo'ldi, ko'zimdan yo'qol. Biz qaytayli Shokir. Ro'shangul shundoq dedi va Shamsiya bilan mening qo'limdan tortib oldi. Biz qaytish uchun yondik. To'xtash! Oygul vaqirab bizni to'xtatib qo'ydi. Nima gapi bor deb keynimizga burilib uningga qaradik. U qilch tap tatmay. Meni bu yerga tashlab qo'yib nega ketishmoqchi eding? Meni turmadan chiqishdan. Bundan keyin men nega berib nada turaman? Yurt turg'idek yuzim bormi endi? Xizmatimmi yo'q bo'ldi haqiqatan. Biz uning mushi gapini kutib turgan edik. Ro'shangul: "Mavi gaping bo'ladi, adash. Bizmi seni tashlab etmaymiz. Sen turmadagi chog'ingda hamma ishingni hal qilib qo'ygan. Yur, oldi bilan usti beshingga ozroq kiyim setib olaylik. Qoldi gaplarni shu chog'da deyishaylik." Oygul bo'ysundi. Bo'ysunmaymi amali yo'q. Dadisi sotlanganida parig'i chetilib qilib, onasimi so'langan bo'lib, texicha natijasi chiqmagan edi. Balkim bir qancha yil kesilib ketadigan o'xshaydi. Shundoq ekan, nagim baralaydi deysizlar. Balkim burun voy degan tuqqanlarmi o'zini apqichisha. Oygulning ishida ko'p putli qashon bo'lmadi. Uni vatanda saqlash bizga xavf. O'rgangan qo'y o'lgicha degandek ish bo'lmasin deb chet elda o'qishga avatmak bo'ldi. Uning burun bijirib qo'ygan pasport bo'lg'achqa viza bijirmak osonga tushdi. Eliq chaqda to'xtam tuzishgandek pullar shu peti bor edi. Men shu nomussiz ishlarning shohidi sifatida saqlab qo'ygan edim. Ular bergan 20 ming, men tayyorlagan 30 ming va qo'shib qo'ygan 20 ming bo'lib 70 ming pulga Ro'shangul yana 30 ming tayyor qilib 100 ming yuanni o'qish puli qildik. Biz yana ozroq pul tayyor qilib chiqimiga ishlatish uchun Oygulning qo'liga tutqizdik va bugun uni yo'lga silish uchun aerodromga chiqdik. Oygul mingish oldida tamtirab turib so'radi: "Kim uchun? Bu qilishinglar zodi kim uchun?" Kim uchunligini bizmi bilmaymiz Aygul. Balkim qilganlarimiz do'stlaringning hamma joyda bo'lganligini bildirish uchun bo'lsa kerak. O'zingni ko'p asra. Do'st? Biz do'stmi? Biz do'st bo'lalamdik. Do'st deb bilsang, biz har zaman, har yerda do'sting. Dushman deb bilsang, dushmaning emasmiz. Aslimlarni qo'yib, oldinga qara Aygul. Sen-chi Shokir? Sen qanday qaraysan? Do'stim deb ber. Sana oq yo'l tilayman. Sen meni do'st deb qargandan keyin kela birini so'yib qo'yay. Seni menga do'stim deb bilaman. U shundoq deb meni so'ygil intilib harakatni doğradı. Ammo esilmadi. Va hammalar aman bo'linglar deb aerodrom kutish zaliga kirib ketdi. Kuchimizni uning qiliq kuldirib qo'ydi. Keyin qarab qoldik. Uning qilmishlariga pushaymon qilganini yoki o'ch adovatning qalbidan ko'tarilmaganligini bilamadik.
bu ishlar bo'lg'ili uzun bo'lmay Ro'shangul qisqagina xat qoldirib chet elga chiqib ketdi. U ketarida xo'shmi demagan edi. Xatda: Do'stim Shamsiya, qizlarning do'sti bormi deb so'rasang, bor deyman. Chunki sen mening qiyomatlik do'stimsan. Yana kelib, Aygulga qilgan keng qo'saqlig'ing bu nuqtani tushuntirib turibdi. Hozir men seni do'stimla emas, qarindishim o'rnida ko'raman. Ketmay qishinglarda orlashib yurishdan qisildim. Yoshirmasam bo'ladi. Shakirni mening bu yaxshi ko'rishim maxfiy ish emas. Men yeninglarda bo'ladiganman. Uni unutishim basi mushkul. Shunlashqa muhit almashtirib ko'ray dedim. Sizlarning oranglarga qistirilib yurgim yo'q. Sana va Shakirga baxt va mangulik xotirjamlik tilayman. Musafir bo'lish oldidagi do'stinglar, Ro'shangul. Xatni ko'rib, har ikkalamiz ko'zimizga liqqid yosh oldik. Biz yashagan zamonaviy zamonda setiladigan bo'p ketdi narsalar tomon. Setilar hattoki odamgarchilik, setilar muhabbat, e'tiqod, armon. Yuraklar tiziqliq bahosi bilan nemini xohlasang shu sening hamon. Maylig'u setilsa barcha narsalar, vijdonni sotqining hammadan yomon. Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'sho. Shakir rolida Rahmatulloh Izbollah. Oygul rolida Ipargul Abduxibir. Ro'shangul rolida Sharvona Musa. Shamsiya rolida Nisagul Saydullah. Murat rolida Abdusalom Qodir. Nahiya hokimi boshliq rolida Shuhrat Abdurahmon. Qo'shimcha rollarda Shuhrat Abdurahmon, Abdusalom Qodir.